Shu bugungi kunda xalqaniki kuchli vakillarimiz moliya hukumat va tezkor kreditlarimiz mavjud. Tezkor kreditimiz valyuta kredit bo'lib, yevroda va dollarda beriladi. 11-12%dan. O'zlaringiz yaqinlaringiz bo'lsa ham xabar bersangiz, bizda ham masalan shu kreditlarda berish tartiblari yengillashgan. Moliya hukumat degan kreditimiz bor. 3 yilgacha foizlari 25 va 24%. Kimki xohlasa tanish bilishlar bo'lsa, kelsa beramiz. Masalan, bizda shuning uchun har bir mijoz kerakli mijozlarga o'sha o'ylanishlar kreditlarni taklif qilamiz. Olsa foydalansin. Shular bo'yicha bo'ladimi? Har bir oilani ham bir. Har bir oilamiz ham bor. U har bir oilada u mahalla dasturi bo'yicha beriladi. Mahalla dasturi bo'yicha